Assalomu alaykum hammaga. Men Shadowman va birinchi ovozli videoyim bo'lyapti. Bu videoda biz Special Fort Growth 2 o'ynaymiz va men 2ga 1 botlar bilan o'ynayman. 5-10 minut video bo'ladi. Kamchiliklar bo'lsa uzr, lekin bitta narsa men kommentariyada yozib qoldiringlar yo Telegramimni beraman. Menga shu videoni ustiga ekraniga rasm qo'yishni bilmayman, shuni meni bironta o'rgatsin demoqchiman. Va 2 kishi 6 3 bu turga o'ynayman. Qani bir shuni o'ynaganimizdan keyin o'ynayman. Shu video ertagacha chunki 2-3 ta obunachim bo'lsa, ertaga har istagan kommentariyada yozib qoldirasizlar. Men o'zim o'sha o'yinda o'ynaymiz. Iltimos, lekin PUBG yozmanglar. PUBG o'yna olmayman. Xafa bo'lmanglar, PUBG o'yna olmayman. Chunki chiqib juda katta muammolar bor. PUBG o'ynashga hali unaqa. Yana bitta gap, men bunaqa donat qila olmayman. O'riklar, men bilaman shu kardinal akalar, kardinal kardinal akani tomosha qilaman, uni yomonlamoqchi emasman. Ular ko'p donat qiladi va men ham shunday donat qilmoqchi bo'laman, lekin vaziyat to'g'ri kelmaydi. Hali vaziyat to'g'ri kelgan vaqt bo'ladi. Voy! Yomon o'ynayapti. Chunki bitta odam qo'shay o'zimga. Lekin yomon ekan, bu botlar ham botdan ham yomon ekan. Mayli. Shu 2ga o'ynarman. Babam. Bo'ldi. Asta chaq o'ynaymiz. Hey, negadir. Uy, jonimni so'qib tayladi. Kallasdan hijjot yedirdim. Bitta qoldi. Qani ekan o'qratishgan. Negadir sheri bo'lishga qo'rqaman. Ketdik. Sho'tdamisan? Grisa qansan? Grisalar qani ekan? Oy. O'ldirdim bu. Oson ish ekan. Men birozgina qiyin bo'larmi desam, uncha qiyin bo'lmadi. Men uchun oson birozgina oson deb. Kufish. Mashu yaramaslar. Chunki bitta snayperda o'chirtirib, mashu bilan snayper bo'ldi. Endi bitta zo'r taktikam bor. Bu taktikani ko'rsa, boshingizlar yetadi.
Okay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, bratan. Bratanshik. Nimaga ya? O'lmaydi bu. Va 29 ta joni, 29% joni bor ekan. Bir ikkala so'rashi mumkin. Sen hali yoshsan. Shuning uchun bunaqa yuzingni qanday ko'rsatmoqchisan desa, men yuzimni mayli Telegram kanalimga Shadow nimadir deb yozsangiz, Shadow deb yozsangiz, o'z birinchida chiqadi. Siyoh rangli bir odam chiqadi. O'sha siyoh rangli odamga ko'ra men yozganman, men yuzimni ko'rsataymi, menga keyin Telegramda yozib, ha, ko'rsat desanglar, bo'ldi, yuzimni tashlab qo'yaman. Haqiqatdan rostdan tashlab qo'yaman. Va men qaysi nimada anovlarimni hammasini Telegramda tashlab qo'yaman. Nimalarda o'ynayman, qaysi o'yinlarni o'ynayman, qaysi qanaqa planshdami, telefondami, nimada. Ko'rib qoldi ekan. Chiqib hammasini aytib o'taman. Nimaga bular bunaqa lekinlar pistolet ko'tarib yuribdi. Men lekin o'lib ketdim. Bak bo'ldi. Bak topuvchi bo'lishim kerak o'zi. Yutdim. Oho, 8 minutlik bo'lib ketibdi-yu. Nima qilsam ekan? Yana 2 minutgina bor. Bolalar, nimaga hozir so'rashsa 10 minutga qilyapsan deb. Chunki meni vaqtim chegaralangan. Men bitta reklama qilmoqchiman. Bu reklama meni o'rtog'im bor, uni Rega UZB degan o'rtog'im bor. U Standoff 2 o'ynaydi. Standoff 2 o'ynaydi. Yema yedirdim. Rega UZB degan meni o'rtog'im bor. U hali endi boshlagan, lekin mendan keyinroq menga aytmas turib, men ko'rib qoldim bugun va 10 tala menda umuman obunachi yo'q. Bittagina obunachi bor. Shu videoni ko'rib, bir ikkita obunachi kelsa zo'r bo'lardi. Men yana sizlarga bitta muhim savol beraman. Bu savolimda keyingi videoda javob yozganlarni ko'rsataman. Yozganini. Savolim shuki, bu savolni topadigan odamlar bormi yo'qmi bilmayman. It baliq
itdan tarqaganmi, baliqdan tarqaganmi? Va shu video tugadi. Savolim: it, baliq itdan tarqagan, baliqdan tarqagan? Hayır.